Odam beshi tuyuqsiz kesib uzib o'tilgan shu daqiqada beshi tenidan ayrilgandek his qilamdi yoki teni beshidan ayrilgandekmi? Fransiya zo'r inqilobi mezgilida ximiya olimi Lavazini kallikisi suqsiga elib berilganda o'zining badani orqali eng oxirgi bir qitimliq tajriba ishlagan. Qilichvoz uning ko'zini chimchiqiltishni sanash orqali odamning boshi kesilgandan keyin ong bor yo'qligini kuzatgan. Statistika qilish orqali u to'pto'g'ri 11 qitim ko'zini chimchiqlatgan. Bir odam ko'zini chimchiqlatish uchun taxminan 0.2 sekunddan 0.4 sekundgacha vaqt ketadi. Bu odam beshi kesilgandan keyinmi ong borligini his qila oladiganligini tushundiradi. Siz kesilgandan keyingi cho'mingning sirliqligini his qildingizmi? Odam beshi kesilgan shu daqiqada odam bo'yindagi yara ig'izi ostidagi nerv yo'llari tezlikda uziladi. Shuning bilan beshi yo'q odam badan shamoldek yengil bo'lib qoladi. Cho'minga yana 2 sekunddan 7 sekundgacha ongga ega bo'ladi. Bu vaqtda sizning og'riq sezimini sezish apparatingiz og'riq siziqini umurtqa orqali cho'minga yetkazib bera oladi. Agar bo'ynimizdagi his qilish organizmimiz kesilmasa, siz xuddi o'zingizni yiroqqa tashlab o'tgandek his qilasiz. Bundaq badan yerda bir haza domilgandan keyin ondan butunlay holda ongni yo'qotadi. Oxirida sinchoq sinfilm saloni shuni eskartadiki, bu tajribani sinab beqishga bo'lmaydi. Chunki hisoblanishicha odam bu tajribani umrida bir qitimla qilishga bo'ladi ekan. Do'rashdan qattiq g'aziraylab bizni qo'llash yuzidan eng ostidagi xanzuchi e'lonni chekib o'ting. Yana o'zingiz qiziqadigan temalarni inkas rayonida qoldirishni unutmang. Biz kelarki sonda tayyorlaymiz.